Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda doimiy kuzatuvchi do'stlar. Mana Zaferbek keldi. Xonadonimizga Turkiyada zakaz qilib qo'ygan edi. Magistraturani Toshkentga ko'chirdim deydimi, bu yerda davom qildiradi o'qishini. Shuna 5-6 ay, 1 yil oldu, elime almadım ta. Shundan bir çalıp beraman muxlislar deb keyinroq arkaya bir qo'shiqlar aytmoqqa keladi shu yangi tarzda. Bir çalıp bering endi, aytasizmi? Muxlislar. Assalomu alaykum yurtdoshlar, xushnutom yana YouTube kuzatuvchilari, Instagram kuzatuvchilari. Ya bir zakaz bergan etiklarina ko'nglimizdagidan ham ziyoda chiqibdi, ajoyib gap yo'q. Seslarni ham muvaqqat ish xushnutom yana. Ilohim qo'liga o'zingiz dard ko'rmasin xushnutom. Ko'p san'atkorlarga yasab berish nasib qilaversin. Şeyda odilum gamga to'lganday Majnunlara hamroh bo'lganday Şeyda odilum gamga to'lganday Majnunlara hamroh bo'lganday Karbala deştinde yanganda azap çektim hicranlarından O Karbala deştinde yanganda azap çektim hicranlarından